Mana bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasida milliy zaxira kadrlar uchun o'quvlar dasturlari boshlandi. Mazkur dasturning asosiy vazifalaridan biri bu yangi tayinlangan milliy zaxiradagi kadrlar faoliyatini yanada takomillashtirish, ya'ni boshqaruv uslublarini, samarali strategiyalarni belgilashga amaliy yordam beradi va olgan bilimlarni albatta mana hozirgi kunda turli tuman viloyatlardan qatnashayotgan demak tinglovchilar uchun kerakli bo'ladi deb hisoblayman. Shu bilan birgalikda mazkur darslarda biz nafaqat zamonaviy boshqaruv uslublari, ya'ni o'sha mana shu zamonaviy boshqaruv uslublarining asl negizi bo'lgan Amir Temurning Temur tuzuklari, Alisher Navoiyning bir qator asarlari, shuningdek zamonaviy boshqaruvda kerak bo'ladigan sun'iy intellektdan samarali foydalanish va strategiyalarni baholash bo'yicha mana bugun Kahoot IT platformasi orqali ham tahlillarni amalga oshirdik. Bu albatta keyinchalik ham jamoa bilan ishlash uchun bizga yaqindan yordam beradi va mana shu kabi qimmatli fikrlarni, qimmatli bilimlarni biz aynan mana shu Davlat boshqaruv akademiyasidagi professor ustozlardan olayotganimiz bu juda ham yuqori natija berishiga aminman.